Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda Qashqadaryo viloyati Kitob shahriga olib kelib o'rnatdik. Mana juda ideal, juda chiroyli holatda o'rnatdik. Tepasidagi navesi bilan o'rnatdik bu darvozamiz. Eniga 4.10, bo'yiga 3.90 razmeriga o'rnadi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrdan 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. Navesimiz 4.60 ga 3.40 razmeriga o'rnadi navesimiz. Buni 1 kvadratini 550 ming so'mdan tayyorlab olib berdik. Ustanovka qilib bo'ldik. Tepalari Lexali, o'sha 15 yil garantiyali rossiyskiy Lexandan bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz nalichkalari bilan 4.10, darvozamizda o'zi 3.50 razmerga bo'ldi. Ikki oyoniga 35 santimetrdan nalichka qo'yildi. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirsak, stoykalari shiviller bo'ldi. 10 ga 5 shiviller stoykalari, ichidagi profillari 6 ga 4, 1,5 lik stenada, listlari 2 lik listda bo'ldi. 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Juda chiroyli, juda ideal holatda chiqdi bu darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimizni ham bemalol kuzatib borishlaringiz mumkin. Darvozamiz kraskalariga kelsak, kraskalar mokriy asfalt, devo kraskada bo'ldi. Xudo xohlasa ancha yil xizmat qilib beradi. Darvozamiz zamoklar o'sha har doim o'rnatadigan. Bir zamok, orqa holatlarini ko'rsatsak. Orqa holatlari ham, darvozamiz orqalari ham tekis, juda chiroyli. Mana navesimiz ham orqasiga 1,5 metr, oldiga 1,5 metr chiqdi. Navesimiz ham juda chiroyli chiqdi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar, naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xudo xohlasa kanalimizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, ustanovka qilish, naves o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.